Xola, qayerdan murojaat qildingiz bizga? Men Yangiyo'l tumani Halqabad. Yangiyo'ldan keldingiz. Nima shikoyatlar bilan keldingiz? Uyda ertalab zavtrak qildim. Mhm. O'zi sal mazam yo'q edi. Aha. Zavtrak qilib, keyin o'zim yotadigan xonamga kirib, birdan o'zimdan ketib qolibman. Mhm. Keyin kelinlarim kelinim kirib, "Oyijon, nima bo'ldi?" dedi. "Bilmasam" dedim. Keyin skori chaqirishdi. Mhm. O'zimizni Halqabadimizda katta bansamiz bor. Aha. Keyin bansaga olib borishdi. Erta keyin o'zimga keltirishib, o'sha yerda bir kun ichini oldim. O'zimga kelganimdan keyin menga betga olib keldik. O'g'lim aytdi, so'radi, maslahat so'radi o'g'lim. Mhm. Men onamni ko'rsatishim kerak, qayerga olib borsam bo'ladi deyishuvdi. Ana mana shu yerda menga taklif qilishdi. Keyin keldim. Keldingiz. Kelganimdan keyin mana bugun 10-kun. Hop, mana keldingiz. Tekshiruvlarda uyqu tomirlaringizda o'zgarishlar aniqlandi. Operatsiya qildik, mana uyqu tomiringizni o'ng tomonlama. Hop, bugun mana operatsiya bo'lganingizga 5 kun bo'ldi. 5 kun. Qanaqa his qilyapsiz o'zingiz? Kelganimdan ancha yaxshi bo'ldi. Yaxshi tomonga o'zgarish bor. Xudoga shukr. O'sha kelishingizdan oldingi shikoyatlaringiz kamaydimi? Ha, men o'zimga keldim, o'zimni bildim. Даже o'zimni bilmay qolganman hech narsa. Bo'lmasa anaqa azsam bo'ladi. Bunchalik og'ir bo'lib hech hayotda shu yoshga kirguncha og'ir bo'lmagandi. Mana endi keldim, yo'q kelsin. Bitta taklif qilib o'zim o'g'lim olib keldi. Lekin bunaqa joy yo'q ekan. Shunaqa yoqdi. Shikoyatlari bor. Yosh katta bemorlarga nima tavsiyalar berasiz? Men shu yerda o'zimni ko'rib, o'zimni sog'ligimni bilib, men o'sha nimalarga o'zim shu yerda taklif qilaman. Nimagaki, men o'zimni shunchalik yaxshi his qilib, 10 kun deganda mana shunchalik gaplashib, bemalol o'lib qolganimga o'zimga o'xshab jabr chekkanlarga, o'zimga o'xshab qiynalganlarga taklif qilamanki, mana bu yerda shunday joylar bor ekan, endi ko'rdim, men ham bilib, bunaqa joyni ko'rmagandim, bilmagandim. Mana Xudoga behisob shukr o'zimga keldim. Yaxshi, sog' bo'ling. Sizga kattakon rahmat. Doktorlarga ming rahmat. Salomat bo'ling. Qo'llari yaxshi ekan. Juda yaxshi. Salomat bo'ling. Rahmat kattakon sizga. Mayli.